Assalomu alaykum azizlar, musofirga yurgan akalar, ukalar, opalar, singillar. Bu videoni Rossiyaga kelmoqchi bo'lganlar yoki kirdi chiqib qilmoqchi bo'lganlar oxirigacha ko'ringlar, chunki juda ham foydali bo'ladi. Bungacha foydali reklama avtobuslar Moskvadan Toshkent, Samarqand, Sankt-Peterburgdan Toshkent, Samarqand yo'nalishida har kuniga reyslar qo'yilgan. Bemalol aloqaga chiqib xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. 2026-yil 1-iyuldan boshlab Rossiyaga kirmoqchi bo'lgan har bir chet el fuqarosi RUID ilovasidan ro'yxatdan o'tish majburiy qilib belgilandi. Shuning uchun yaqin orada Rossiyaga kelmoqchi bo'lib turgan aka-ukalarimizga videoni ulashib qo'yinglar. RUID ilovasidan ro'yxatdan 72 soat oldin o'tish kerak. Ekstreniy holatda 4 soat oldin o'tsa ham bo'ladi. Unda sababini ko'rsatish kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lganlarga biz hozir opisaniyada Telegram kanalni qoldirib qo'yamiz. O'sha yerga kirsalaring RUID ilovasidan o'tishni qo'llanmasi bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ramiz, avtobusda obzor beramiz. Transportlarimiz Sankt-Peterburg, Moskva shaharlaridan O'zbekistonga har kuniga reysga qo'yilgan. Bir kunda 2 tadan 3 tadan reyslar jo'natilyapti. Hozir ikkala avtobus Passatga bo'lyapti. Bu avtobus to'la bo'ldi, hozir chiqib ketadi. Nargiz Passatga bo'lyapti. Joylarimiz bor. Srochniy ketmoqchi bo'lganlar ham bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Har bir yo'lovchiga 2 tadan bagaj bepul. Dokumentida kamchilik va hamyurtlarimizga qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz azizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Joylashib oldingizmi? Joylashib oldik. Konditsionerlar ishlab turibdi. Birinchidan joyga berdik. Boringlarga shukur. Rahmat. Yaxshi yetib olinglar. Rahmat. Ko'rib turganlaringiz mana sidenalarimiz oralari keng. Zaryadnilar har bitta sidena tepasi. Zaryadni ishlayaptimi? Mana telefonda qo'yib qo'yganmiz. Peterda Moskvadan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Reyslarimiz har kuni bor. Ishonchli nomerlarni ekranlarda qoldirib qo'yamiz. Akalar yaxshi ketyapsizlarmi? Gap yo'q. Maza qilib o'tiribsizmi aka, yoyilib? Gap yo'q akalar. Yaxshi yetib olinglar. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Lux komfortli avtobusda qatnovlari.